Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, muhtaram do'stlar. Gold.uz telekanalida shaxsiyat va haqiqat ko'rsatuvining navbatdagi sonini boshladik va ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Farg'onaga. Rahmat. Saida opa, fursatdan foydalanib yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum yurtdoshlarim, muxlislarim, mehribonlarim, sog' omonmisizlar? Yaxshi kunlar hammamizga muborak bo'lsin. Qayta kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Saida opa, biz shaxsiyat va haqiqat ko'rsatuvini boshlashdan maqsad har bir sohani mutaxassislari, har bir sohada uzoq yillar faoliyat yuritgan va o'z sohasida jonkuyar fidoi insonlarni olib chiqamiz intervyuda. Birinchi o'rinda intervyudan maqsad insonlarga qandaydir bir ma'naviyat, ma'rifat berish. Bizni suhbatimiz orqali. Bugungi suhbatimizga taklif qilganimizda birinchi o'rinda o'zbek ayoli o'zi qanday bo'lishi kerak? Uni matonati, oilada, hayotda, ishda, o'zi o'zbek ayoli deganda biz nima qanday tasavvur qilamiz? Xuddi shu narsani maqsad qildikki va eng maqbul inson sifatida sizni topdik. Birinchi savolim ham xuddi shu tasnifimga yaqin. Ya'ni o'zi asl o'zbek ayolining matonati qanday bo'lishi kerak? Savolingiz ham o'rinli, ham nihoyatda murakkab. Haqiqatan ham agar mendan so'rashsa, men aytardim, dunyoni ayol tebratadi deb. Chunki ayol zoti shunchalik ulug' zot. Mana shu onalardan, ayollardan payg'ambarlar tug'ilgan. Ulug' insonlar, mutafakkirlar, shoir, yozuvchi, podshoh hammasini ona tuqqan. Shuning uchun onalarimizga qanchalik ta'zim qilsak, ta'riflasak oz. Albatta o'zim ham onaman. Tushunaman, bilaman. Mana onajonim 90 ga chiqdilar. O'zimni onam hali hayotlar, umrlar uzoq bo'lsin. Mana shu onamni ham ko'rib hayotda qanchalik qiyinchiliklarga bardosh berganlarini, turmush o'rtoqlarini e'zozlab, biz 5 ta farzandni oq yuvib, oq tarab, hamma narsaga ulgurib, matonat bilan, shirin so'z bilan har tomonlama ibrat bo'lib, mana Alloh shunchalik aziz mukarram qilibdi, 90 ga chiqdilar. O'g'il, qizlar, nevara, evara hammasidan Xudoga shukr, rosa ko'p. O'sha uchun men ayol kishini qanchalik hayotda o'rni borligini, matonatli ekanligini, jonginasi temirdan ekanligini yaxshi tushunaman. Chunki o'zimiz ham yana ham bu narsani ona bo'lib bildik. Men ba'zan ayollarga savol beraman-da. Ayolli joni nechta deyman. Mana sizga ham savol bersam, nechta ayolli jon? Ayting qani? O'zbekda bir yaxshi bir naql bor. Xo'sh. Ayolning joni 40 ta deyilgan. Yana oshiring. Keling 10 barobarga oshiraylik, mayli. Oshiring. Undan ham ko'p. Xo'sh, nechta deb o'ylaysiz? Keling shu savolga o'zingizdan javob olsangiz to'liq. Hozir haqiqatan 40 ta dedingiz, to'g'ri. Lekin bir paytlar 40 ta edi deyman. Hozir 40 ta jon yetmaydi deyman. Yetmaydi. Keyin siz 100 ta deyishingiz mumkin. 100 ta ham yetmaydi. Ayolli joni 1000 ta. Hozir ana shu 1000 ta jon yetib turibdi. Yana 1-2 yildan keyin bilmayman. Kamlik qilish mumkin. Men aytaman-da, ayollar ertalabdan boshlaydi. Voy dadasi! Voy aytuvdim kecha sizga ana shu to'yga bormang deb, muzdek kolalarni ichibsiz, moxitolarni ichibsiz, ana yana shamollab qoldingiz. Kechqurun bilan uyqu bermadingiz dadajonisi. Ana endi men yana ertalab turib yana aptekaga borishim kerak. Ana undan keyin doktorga borishim kerak, aptekaga borishim kerak, do'konga borishim kerak. Rosi zo'r dumba yog'li go'shtdan olib kelishim kerak. Ana undan keyin voy o'zim qudamni tug'ilgan kuni bugun qachon ulguraman? Qudani tug'ilgan
kuniga borishim kerak, bir tog'ari somsa olishim kerak, ustiga material qo'yishim kerak. Voy, sochilarim ham oqarib ketdi dadajonisi. Bugun ikkita to'yga ham borishim kerak. Qarindoshlarimiz to'y qilishyapti. Hali o'shanga ham sochlarimni bo'yatishim kerak. Bunga qachon ulguraman? Ana undan keyin do'konga kir, aptekaga kir, uyga kel, kelinga qara, o'g'ilga qara, o'navariga qara, bunisini maktabga jo'nat, unisini bog'chaga jo'nat, sizga qaragin, dori bergin. Voy dadajonisi, pensiyangiz hammasi doriga ketyapti. Hali o'g'il uylantirish kerak, qiz chiqarish kerak, do'konga borishim kerak. Bildingizmi? Voy bozorda eng qimmat material qaysiligini bildingizmi? Voy Saydaremetova degan material qimmat bo'pti-da. Ana uniki Esmeralda degan. Hozir bizni paytimizda dadajonisi 4 ta material bilan turmushga chiqqandik. Hozirgi qizlar 50 ta material qilma, erga tegmayman deb turib oladi. Buni hammasiga nima kerak? Pul kerak. Jon dadajonisi, boshqa kasal bo'lmay qo'yma. Meni ishlarim ko'p. Hamma hali telefonlarga ulgurishim kerak, qo'shnilarga chiqishga ulgurishim kerak. Hamma narsaga ulgur. Keling, ishga ketavering. Agar kech kelsangiz, ovqatni ham o'zim qilib qo'yaman. Hozir bir narsaga amin bo'ldim-da, Saida opa. Bunday tezlikda, bunday ohangda gapirish uchun ayol uchun 1000 ta jon ham yetmaydi. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun aytaman-da, men hozir ayollarimiz bir kunda qiladigan ishlarni ozginasini aytib o'tdim. Hali qanchasi taxlanib turibdi. Shuning uchun da men ayollar joni 1000 ta. Mana shu narsalarga ulguradigan, lekin bir tomondan men doim aytaman-da, mayli, bizni ayol qilib yaratganiga shukr. Chunki biz bilasizmi, oilaga kerakmiz, jamiyatga kerakmiz, farzandlarimizga kerakmiz, turmush o'rtog'imizga kerakmiz. Ana undan keyin mahalla, quda, anda, yor, do'st, nevaralar hammasiga kerakmiz. Kerak bo'lib yashaylik. Albatta. Kerak emasdan Xudoning o'zi asrasin. Bu ham bizlar uchun bir katta baxt. To'g'ri. Mana ba'zan aytishadi, ayol kishi qayerdan buncha kuch oladi deyshadi-yu. Matonatni, kuchni, sabr, toqatni. Chunki bizni shunaqa qilib yaratgan. Biz oilani doim bunda qarab turamizda, to'g'ri. Oilada erkak bosh, ayol bo'yin. Lekin bo'yin qayerga burilsa, bosh o'sha tomonga buriladi. Shuning uchun baribir aylantirib kelganda ham biz erkaklarimizni hurmat qilamiz. Erkak xonadoni farishtasi, ayol sarishtasi. Ikkalasi bir bo'lgandan keyin oila muqaddas oila bo'ladi. U oilani tebratish, farzand ko'rish, davom ettirish, to'y qilish, o'qitish, ilmli, bilimli qilish hammasi. Lekin bunda kim ko'proq? Ayol. Ayol kishi eng ko'proq harakat qiladigan, yo'l-yo'riqqa so'raladigan dadasi, mana bunaqa qilishim kerak. Dadasi anoyim esingizdan chiqdi-ya, esingizdan. Voy dadajonisi boringizga shukr deb hamma yo'lni boshqaradigan biz ayollar. Albatta. Mana shuning uchun men doim ayol bo'lib yaralganimga shukr qilaman. Chunki ko'p ayollarni kuzataman. Ularning har bittasi shunchalik kuchni olishganiga, hamma narsaga aql, fan, farosat, ayniqsa o'zimizni ayollarga havasim keladi. Chunki bilasizmi, bizning ayollarimiz imkon qadar turmushga chiqqandan keyin muqaddas chimildiq. Shu muqaddas chimildiqqa imkon qadar xiyonat qilmaslikka harakat qilishadi. Shu muqaddas chimildiqni saqlab qolishga harakat qilishadi. Jamiyatda, mahallada qarindoshlarini, tanish bilishlarni oldida yuzi yorug' bo'lishni xohlaydi. Imkon qadar farzanddan keyin nevaralar, quda, anda hammasini o'ylaydi. Mana shuning uchun ham aytaman, bizni ayollarni, men endi bilmayman, ko'p dunyo kezdim. Kasbimiz orqali juda ko'p dunyo kezdim. Juda ko'p ayollarni, har bitta o'sha ayollarni ham kuzatdim. U ayollarga ham rahmat. Lekin kuzatish davomida yillar o'tib, mana 45 yildan men agar san'at sohasida ishlayotgan bo'lsam, baribir bitta narsaga amin bo'ldim. Biz ayollarimiz juda kuchli. Biz ayollarimiz andishali. Bizni ayollarimiz iboli, xayoli, uzoqni o'ylaydigan. Voy, agar mana shu narsani qilsam, o'zimni ota-onam oldida nima degan odam bo'laman?
qarindoshimni oldida nima degan odam bo'laman? Mahalla ko'y nima deydi? Erta quda andali bo'lsam ular nima deydi? Voy, yo'q qo'y. Shu narsaga chiday, sabr qilay, shukr qilay. Hammasi yaxshi bo'ladi-yu, o'rniga tushadi. Chunki 5 qo'l barobar emas. 15 yorug', 15 qorong'u. Hali aytadi, boylar ham yig'laydi. O'sha serial bor edi, Meksikani serial. Haligacha esimda bor, ko'rganman. Yaqinda o'zimizda ham mana shu televideniyada shu nomini shunaqa qo'yishibdi. Boylar ham yig'laydi. Ko'rdingizmi? Har bir xonadonda u mayli hayotdan hamma tomonlama unga berilgan bo'lsin. Boyligi bormi, uy joyi bormi, o'qimishlimi, hamma tomonlama Alloh bergan. Lekin o'shani ham o'ziga yarasha dardi bor. O'shani ham o'ziga yarasha orzulari bor. Qandaydir bir yaxshi niyat bilan mana shundoq bo'lsin demoqchi bo'ladi, nimadir kemtik bir joy bo'ladi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham aytsa kerak deyman, hayotda 15 yorug', 15 qorong'u. Lekin sabr qil, sabr qil. Mana bugun biz endi safarda yuribmiz. Juda xursandmiz. Bizni juda ham farg'onaliklar, tomoshabin muxlislarimiz bu so'zni hali hamma aytadi. Chunki vodiyliklar juda ham san'atni yaxshi ko'rishadi. Eng kuchli ovozlar ham mana shu vodiydan chiqadi. Bilmayman, sehr bormi, suv boshqachami, lekin biz bunga tan berganmiz. Mana bugun ustozimiz, meni ham o'zimni shaxsan ustozim, O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Shu ustozimiz bilan suhbat qilsak, haqiqatdan ham hayotga bo'lgan tashnalik, ishonch, haligi shu hozirgi tilda motivatsiya deydi-yu, sabr, toqat, shukr qilish hammasini o'rganasiz. Ustozlarimiz bir katta bir o'gitda bizlar uchun. Bizlar mana Yodgor Sa'diyev, O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti, hamma ustozlarimiz bizlar uchun bilasizmi, hamma tomonlama bir o'rnak bular, o'rnak. Shu yoshda ham hozir ularda kuch, g'ayrat, ishonch, mehnat charchashmaydi. Haligi sabr, toqat, shukr qilishda deymanda. Erkin aka ustozim aytdilar, bugun nevarali bo'ldim dedilar. Evaralik bo'ldim dedilar. Egizak dedilar. Bir o'g'il, bir qiz. Xursand bo'ldik. Hammamiz tabrikladik. Keyin sizni yo'llaringizni bersin dedik. Keyin bir mahal ozgina ko'zlariga yosh keldi. Alloh o'zingga shukr, o'zingga shukr. Menga bergan shunchalik mukofotlaring uchun shukr dedilar. Mana aytuvdim, shukr qilsa, sabr qilsa Alloh hammasiga beradi, yetkazadi deb dedilar. Keyin biza nimaga unaqa deyapsiz dedik. Buni endi bilib turibmiz. Kosani tagida nim kosa deganda gap turibdi. Keyin aytdilarki, mana shu nevaram dedilar. Nevaramni turmush qurganiga 6 yil bo'ldi dedilar. Lekin farzand ko'rmayotgan edi dedilar. Endi oila ajralishga kelib qoluvdi dedilar. Men Xudodan so'radim dedilar. Keyin ajralmanglar. Muqaddas chimildiqqa asrab qolinglar. Oilani asrab qo'yinglar. Hali hammasi oldinda. Shukr qilinglar, sabr qilinglar. Alloh beradi. Allohdan so'raylik deb aytuvdim deydilar. Shunga hozir shukr qilyapman. Sabr qilishdi. Meni gapimga quloq solib, ikkala yosh yana o'sha turmushini davom ettirdi. Mana bugun Allohimni mana shu mo'jizasida, marhamati, mukofoti qarang, 6 yil farzand ko'rishmasa egizak berib turibdi. Bu mo'jiza emasmi? Bu Allohimning mukofoti emasmi? Buni tagida nima turibdi? Sabr, qanoat, shukr qilish. Ko'rdingizmi? Agar inson nimagadir orzu qilsa, niyat qilsa, astoydil so'rasa, o'sha
niyatlari ijobat bo'ladi. Lekin yaxshi niyatda ijobat bo'lsin desak, shu hayotda hamma narsamiz asta-sekin o'rniga tushsin, joy-joyiga tushsin desak, eng avvalo o'zimiz ham birovni dilini og'ritmasligimiz kerak, birovga yomon gapirmasligimiz kerak, deylik kimnidir ustidan kulmasligimiz kerak, kamsitmasligimiz kerak. Mana shu ko'pgina odamiylik hislatlari bo'lish kerak o'zimizda ham. Albatta. Ustoz hozir juda ham o'rinli ma'lumotlarni, misollarni aytib o'tdingiz. Hozirgi savolim, hozirgi mavzuyim qaysidir ma'noda sizni biroz ranjitishi mumkin. Xo'p. Yoki boshqa bir holat bo'lishi mumkin. Bilamiz, hozirgi vaqt zamonaviy internet davri. Har bir yoshlar internetdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib kelyapti. Bugungi yosh qizlarimiz bor. Mana shular internet tarmog'ida ko'rayotgan ma'lumotlarni haqiqat deb bilishyapti. Vaholanki Instagram deysizmi yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar deyiladimi, har biriga qo'yilayotgan ma'lumotlar faqat ularning yaxshi tomonlari ko'rsatilyapti. Faqatgina hayotini qaysidir ma'noda tayyorgarlik ko'rilgan holatini olib chiqyapti. Lekin bugungi kunda ulg'ayayotgan yosh qizlar buni tushunib yetyaptimi? Ya'ni madaniyat deb atalayotgan madaniyatsizlikni ular madaniyat deyishyapti. Lekin vaholanki olib qaraganingizda bugungi kundagi oilalarda ajrimlarni olamizmi, tortishuvlarda olamizmi, oldingi davrlarga biroz ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, qaysidir ma'noda bunaqa holatlarni deyarli eshitmaganmiz. Lekin bugungi paytda har tur xonadondan bittasini ko'radigan bo'lsangiz nima deydi? Kelin shart qo'yibdi, kuyovga bajara olmabdi yoki qaynasi bilan chiqishmayapti yoki boshqa narsa. Bunga sabab nima deganimizda, mana shu internetda qo'yayotgan kimgadir avtomobil sovg'a qilyapti, kimgadir uy sovg'a qilyapti yoki kimgadir tilla uzuk beryapti. Turmush o'rtog'iga kelib, anu blogerni qarang yoki anu odamni qarang yoki bu aktyor aktrisani qarang. Rafiqasiga qanaqa narsa qilyapti, lekin siz nimaga menga shunaqa narsani qilmayapsiz degan gapini o'zi erkak kishi uchun qancha og'ir bo'ladi bu narsa. Lekin uni shular tushunib yetyaptimi? Yoshlar uchun mana shu uzoq yillik tajribangiz, hayotingiz tajribasidan o'zingizni maslahatlaringizni berib o'tishingiz menimcha zarur. Yosh qizlarimiz uchun. To'g'ri. Mana shu tarmoqlardan bilasizmi, shu telefon, internet hammasi mani nazarimda yaxshilikka ham xizmat qilyapti. Albatta. Yomonlikka ham xizmat qilyapti. Ozgina dil ozorlik. Haqiqatan ko'p yoshlarimiz kimnidir misol keltirishadi. Bilishmaydiki, uni ham o'ziga yarasha dardi, g'ami bor. Ba'zi birlari o'sha narsani o'ziga qandaydir bir haligi nima deydi, ko'rsatish uchun, maqtanish uchun qiladigan bo'lishgan bu narsalarni. To'g'ri. Ba'zi birlari voy ana shunaqa qilib chiqdi-ku, men ham shunaqa qilib chiqay deydi. Men bir ikkitalarini bildim, umuman hech narsasi yo'q, kimnikidir ham olib ham chiqishyapti ekan. Men o'zim bilaman, unaqa kuchi yetmaydi u narsaga. Bundoq aylantirib ko'rib haligi fikrlab chiqsangiz, keyin qarang, ana u dugonam shunaqa qildi-ku, men ham ataylab borib, men unikini olib, o'shanga qanaqadir miqdorda pul to'lab, qarang-da, endi bu ham urf odatga kiryaptimi deyman-da. O'shani ko'rsatibdi. Men bitta narsadan juda ham mana yoshlarimizga, kelinlarimizga, o'g'illarimizga, hamma narsaga bu vaqtinchalik narsada bularga ishonib oilani buzish, bir-biriga bir qo'pol gapirish yoki dilini og'ritish yoki mana shundoq bir chiroyli oilasini shu darajaga olib kelishadiki, haqiqatan ajralib ketishadi. Nimaga unda bor, menda yo'q. Nimaga unga turmush o'rtog'i mana shu narsani olib berdi, menga olib bermadi. Aynan shunaqa turmush o'rtog'i orqali maqtanib,
menga uni olib berdi, buni olib berdi, ana undoq edi, bundoq edi deganlarni tavba astag'firulloh. Nechtasi ajralib ketdi. Albatta. Ajralib ketib, yana bir-biriga shunaqa gaplar aytishyapti, shunaqa bir-birini ish qilib, buni men madaniyatsizlik deb bilaman. To'g'ri. Madaniyatsizlik deb bilaman. Mayli, balkim shunaqa bo'lgan taqdirda, bu hayot. Lekin shuni tarmoqlarda aytish, hammaga oshkora qilish, kimnidir g'azabini keltirish nima keragi bor? Yopiqli qozon yopiqligicha qolish kerak. Bilasizmi, ana kun men bir qizdan eshitdimda, yosh, yaxshi qiz, aqlli, odobli va holanki madaniyatli, mana shular ko'proq o'ylaydi. Hayotini, turmushini, ertaga nima bo'lishini. Saidapa deydi, men turmushga chiqishga qo'rqyapman deydi. Nimaga dedim? Shunaqa narsalarni chiqarishyapti, shunaqa mojarolar bo'lyapti, muzokaralar bo'lyapti. Ba'zan er-xotin yoki qaynona kelin o'rtasida, oila o'rtasida shularni ko'rib deydi, dahshatga tushib ketyapman deydi. Hattoki o'sha chiroyli kiyimlarni kiyib chimildiqqa kelin bo'lish baribir orzu qiladi qizlar. Qarang, hozir shu narsa unga shunchalik ta'sir qilgan, turmushga chiqishga qo'rqyapman deydi. Nazarimda umuman turmushga chiqmasam deydi. Ruhiy zarba. Ha, bu ruhiy zarba. Keyin men aytdim, sen bir narsani bilgin dedim. Bu hammada ham bo'lavermaydi dedim. Oilani chiroyli boshqarish, hammani hurmatini joyiga qo'yish, turmush o'rtog'inga shirin so'z bo'lish, qaynona qaynotani ko'nglini olish, hamma narsa o'zingga bog'liq. Agar sen yaxshi bo'lsang, shularni ko'nglini ola olsang, sen eng baxtli inson bo'lasan. Sen baxtli kelinchak bo'lasan. Odamni o'ziga bog'liq. Masalan, men Samarqanddan kelganimda bitta ko'ynak, bitta tapichka, bitta sumkada kelganman. 18 yoshimda. O Samarqanddan Toshkentga kelib, men ham uydagilarim darrov rozilik berishmagan. Yana u paytda artist desa bilardiz, qanaqa muomala bo'lardi. Albatta. Voy, qizing artistlikka ketdimi, artist bo'ladimi deyishgan. Onam ham, otam ham bu gapni ko'tarisha olmagan. Kelganimda, agar qizim sen noto'g'ri qadam bossang, sani deb sharmanda bo'lsak, yuzimiz yerga qarasa, mendan yaxshilik kutmagin degan otam. Hamma qarindosh urug'larni oldida men va'da berganman ularga. Xudo xolasa meni orqamdan faxrlanib yurasizlar deganman. Men hammasi risoladagidek qiz bo'laman. Sizlar aytgandek bo'laman deganman-da. Mana shu va'dam ustidan chiqdim. Mana o'qigandan keyin Toshkentda o'z kuchim bilan ishda qoldim. Keyin Jumadilla Rametov bilan turmush qurdik. Mana 45 yil bo'pti turmush qurganimizga. 45 yil bo'pti san'atda ishlayotganimizga. O'shanda bilasizmi, Jumadilla Rametov menga uylanaman deb aytsalar, ota-onalari, rahmatli qaynona qaynatam, voy, u qanaqa qiz, kasbim nima desa, Jumadilla Rametov o'zimga o'xshagan artist. Voy, o'lay, artistga kelin qilamizmi? Yo'q, bolam, biz senga doktor qizi mo'ljallab qo'yibmiz. Unaqa qilma, artistga uylanma. Artist 1 yil turmush quradi, sen bilan tashib ketadi. Keyin sen nima qilasan, jon bolam deb shunaqa deyishgan, bilasizmi? Keyin Jumadilla Rametov, yo'q, artistlarning ham hammasi ham bir xil emas, onam. Artist bo'lsa ham ular ham uyim, joyim deydi, ishlaydi, ular ham biladi or nomus andishani deb ko'ndirganlar. O'shanda turmushga chiqqanimdan keyin bilasizmi? Menga 2 karra kelinlik qilish yelkamda, zimmamda yuk bo'lgan. Birinchidan kelinlik vazifasini bajarishim kerak. Ikkinchidan artist degan nomim bor. 2 karra kelinlikni vazifasi og'ir. Ertaga Jumadilla bolam, artistga uylanmagin dedik. Ana, boshlandimi?
urush janjaling boshlandimi, ana uning boshlandimi, hali tashlab ham ketadi. Shu gaplarni aytishmasin. Artistdan kelin qildik, voy dod, pushaymon qildik deyishmasin. Artist ham odam, artist ham yaxshi kelin bo'la oladi. Artist ham uyim, joyim, bolam, chaqam deydi, ro'zg'orim deydi. Muqaddas chimildiqqa xiyonat qilmasdan farishta ayol bo'lishga harakat qiladi. Ishonasizmi? Mana 45 yil bo'ptimi, haligacha shuni isbotlab kelyapman. Haligacha. Ki biza to'g'rimizda noto'g'ri fikr aytishganda, keyin kelib chiqdi-da. Keyin menga hammalari rozi bo'lishdi, xursand bo'lishdi. Mani kelin qilganlariga, hattoki men orqamdan esimda bor qaynana, qaynatam hammalari maqtanib, faxrlanib yurishdi. Qarang, lekin bu o'zi bo'ldimi? O'zi bo'lgani yo'q. Hammasiga sabr, toqat, vijdon, halollik, ham mehnat. Hammasini ko'nglini olishga harakat qildim. Demak, ayol o'zi xohlasa, o'sha hammasini bajaradi, hammani mehrini qozona oladi, ham o'sha oilasini ham saqlay oladi. To'g'ri. Men judayam ota-onamni oldida ham, qarindoshlarimni oldida ham, mana o'zimni hamkasblarimni oldida ham Jumadlar Rametov ota-onalari o'lib ketishdi. Ularni oldida ham, hammalarning oldida Xudoga shukr, yuzim yorug'. Bu o'zimizga bog'liq. Hammasi. Men Jumadlar Rametovdan ham xursandman. Chunki men ularning hurmatini joyiga qo'ydimmi? Men ularning ishonchini oqladimmi? Uy ishiga ham, san'atga ham, hammasiga ulgurdimmi, bolalarga? Albatta ular menga yo'l ochib berdilar-da. Saida Rametova o'zi xohlagan aktrisa bo'lsin, o'zi xohlagandek ijod qilsin deb qaynana, qaynatam ular Jumadlar Rametov bu nimadan? Qars ikki qo'ldan chiqadi. Albatta. Men o'shalarga nimanidir mehr berdim-ku, ular menga mehr berib, mana hozir agar ozgina muxlislarimni endi mehrini olgan bo'lsam, yuragidan joy olgan bo'lsam, men doim rahmat deyman qaynana, qaynatamga, Jumadlar Rametov avlod ajdodlariga, Jumadlar Rametov o'zlariga. Men baxtli aktrisaman, baxtli ayolman, baxtli onaman, qaynada ham yaxshiman. To'g'ri. Ko'p filmlaringizda albatta turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda rollarni ijro etgansiz va bu qanday bo'ladi sizga? Ya'ni hayotda ham, rolda ham. O'zi boshida Jumadlar Rametov bilan rol ijro etamiz desak, rejissyorlar aytishardi ekranda sen kattaroq ko'rinasan Jumadlar Rametovdan. Jumadlar Rametov yosh ko'rinadilar deb. Haqiqatan ham ular ixcham bo'lganlari uchunmi, qomatlari chiroyli bo'lgan, o'zlari ham chiroyli, yosh ko'rinardilar. Masalan, mendan 2 yosh katta ular. Men hozir 68 ga chiqqansam, ular 70 yoshdalar. Keyin xafa bo'lardim. Katta ko'rinamanmi men dedim. Keyin rejissyorlar ko'proq Barno Qodirova, Shohida Uzoqova, yana 3-4 ta aktrisalarimiz bilan ular ko'proq shu er-xotin rolini ijro etishardi. Keyin bir-ikki marta xafa bo'lganimni ko'rishdi-da, rejissyorlar, ha mayli bo'pti deb, o'shunda ham sal yoshlari ulug'roq bo'lgandan keyin ikkalamiz bir 3-4 ta filmda er-xotinni ijro etdik. Lekin ular ham juda yaxshi aktyor, kuchli aktyor. Ko'p o'qiydilar. Keyin rejissyorlik tomoni ham juda kuchli ularda. Haligi fikrlash, keyin ularni shogirdlari juda ham ko'p, soqovlar bilan ishladilar, spektakllar qo'ydilar, soqovchani o'rgandilar. Qarang, o'sha soqovlar bilan ishlash uchun. Ha, ishlash uchun ular bilan ham 5-6 ta spektakl qo'ydilar. Juda ham mehnatkash Jumadlar. Endi Jumadlar Rametov mana 2 yildan buyon kasal bo'lganlaridan keyin hozir ish faoliyatini to'xtatdilar. Lekin mendan ko'p mehnat qilardilar, mendan ko'p kitob o'qiydilar. Haligi bilasizmi, o'sha hayotga tashna, shunaqa zavq bilan mehnatdan qochmaydigan insonda. Umrlari uzoq bo'lsin. Men ular bilan hayotda turmush qurib, shular bilan men taqdirimni bog'lagan Allohimga shukr qilaman. Hamd va sanolar aytaman. Albatta.
Bugungi vaqtda mana siz o'zbek ayoli deganimizda ko'zimiz oldiga keltirsak, matonatingiz, sabringiz, hayotga bo'lgan mana shu o'zingizni pozitsiyangiz bilan albatta yurtdoshlarimizni qalbidan o'rin olgansiz. Hozirgi vaqtda shunday narsalarni kuzatyapmizki, ya'ni oilada ayolni qanday bo'lishi, eriga qanday muomala qilishi yoki boshqa bir narsalarni qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichidagi psixologlarga ko'zimiz tushadi. Ularni berayotgan maslahatlarni eshitsangiz, bu psixolog Marsdan kelganmi, Oydan kelganmi degan savolni o'zimizga berib qolamiz. To'g'ri. Bu narsa internet tarmoqlarida qaysidir ma'noda chorniy piar deymizmi yoki hozirgi vaqtda shunday bir oilada shunday bir yo'nalishlar, maslahatlar chiqib ketganmi? Bilishim bo'yicha oilani menimcha an'anasi, uni shakl shamoyili o'zgarmasa kerak. Ayol va erkak o'rtasidagi. Shu bo'yicha fikringizni aytib o'ting. Meni nazarimda ayolni o'zini hayot tarzi, o'sha turmush, qaynana, qaynota, balkim katta oilaga tushsa u turmush o'rtog'i, mana shuni o'zi ayolni tarbiyalaydi. O'zi har bir ayol o'zi psixolog o'zi uchun. Men shunaqa deb bilaman. Har bitta ayol o'zi uchun o'zi psixolog. Masalan, meni oilamni pastu balandini, meni oilam nima bilan shug'ullanishini, qaysi bittasini fe'l atvori qanaqaligini siz bilmaysiz-ku, psixolog. Men o'zim bilaman-ku. Masalan, o'zim bilan, men Saida Rametova, men siz psixolog. Men sizni oldingizga kelsam, siz meni oilamni bilmaysiz-ku. Umumiy ma'lumotlar beriladi. Umumiy ma'lumot berasiz. Umumiy men bundoq qiling, ana undoq qiling deysiz. Yoki bir ikkita savol bersam, ular o'zidan kelib chiqib javob berishi mumkin. Lekin eng ko'proq psixolog o'zimman. Albatta. Chunki har bitta ayol, kelin bo'lsin, qaynona bo'lsin, yoshi ulug' bo'lsin, o'zini oilasini, o'zini pastu balandini o'zi biladi. Masalan, qaynona, qaynota qanaqa fe'l atvorda, turmush o'rtog'i qanaqa, bolalari qanaqa, agar kuyov bo'lsa kuyovi, o'g'il, qiz, kelin hammasini o'zidan yaxshi biladigan yo'q. O'sha uchun ba'zan to'g'ri, balkim psixologlar to'g'ri yo'nalish berar. Ba'zi bir noto'g'ri yo'nalish berib qo'ysa-chi, sizga noto'g'ri xarakteristika berib qo'ysa-chi, siz uyga kelgandan keyin albatta yo turmush o'rtog'ingiz bilan janjal qilasiz, yoki ko'zingizga qaynanangiz yomon ko'rinadi, yoki men bunaqa qilishim kerak, men bunaqa qilishim kerak deb haligi to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsangiz ham noto'g'ri yo'lga borib qolasiz. O'sha uchun imkon qadar odam o'zi bilan o'zi gaplashish kerak. O'ziga savol berib, o'zi javob berish kerak. Hammasi shu oilasidan, sharoitdan kelib chiqib. Har bir inson ham o'zini o'zidan boshqa odam yaxshi bilmaydi. O'sha uchun men bilmayman. Masalan, menga ham bir ikki marta aytishga aytdim, o'zim psixologman hayotda dedim. Nima qilaman borib ularni oldiga deyman. Yana bir narsada men bunaqa deshadi, yo'q, men o'zim hayotiy tajribam yetadi deyman. Bilasizmi, ba'zan shunday bir narsalarni o'ylasam, aytsam, mana shu mamdoq bo'ladi, mana bu mamdoq bo'ladi, mana bu mamdoq bo'ladi ham shu. Bo'ladi. Chunki o'zingiz bilasizda hammasini, oilangizni. Shuning uchun meni nazarimda oilani tebratishda, turmush qurishda, mana shu hayotda davom ettirishda eng kerakli narsa ayolni, kelinlarni o'zini aql zakovatida. Aql zakovat qachon bizda kuchayadi? Qachonki biz sabrli bo'lsak, shukr qilsak, mehnatdan qochmasak, shirin so'z bo'lsak, qo'limizdan keldimi hammaga yordam beraylik, shirin so'zimizni aytaylik. Ayniqsa turmushga chiqqandan keyin dangasalini yig'ishtirib qo'yish kerak. Bildingiz, eng birinchi o'rinda. Bo'ldi, qizlik payting o'tdi. U payt boshqacha edi. Endi sen turmushga chiqdingmi? Ancha narsalar seni kutmoqda. Sen shu narsaga tayyor bo'lishing kerak. Ozgina bo'lsa ham o'sha
uyqudan voz kechishing kerak, televizor ko'p ko'rishdan voz kechishing kerak. O'tirib olib, internetda nima bo'ldi, qachon bo'ldi, kim bilan bo'ldi deb, deb Facebook bormi, internet bormi, kiraverish bu vaqtni oladi. Yaxshi yomon narsalar bo'lsa, ko'proq bilasiz, inson zoti shunaqada, yaxshi narsadan ko'ra ko'proq yomon narsani ko'rishga harakat qilamiz. Voy, mana bunaqa degan ekan, qani nima bo'pti ekan. O'ta yaxshi narsa bo'lsa, unda o'tib ketamiz. O'tib ketamizda o'sha dahshatni ko'ramiz. Yoki yalang'och bo'lsa, uni ko'rishga harakat qilamiz. Er urayotgan bo'lsa, uni ko'rishga harakat qilamiz. Mana shu narsalar ba'zan haqiqatan bizning o'zimizni psixologiyamizni buzadi. O'sha narsalarga to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Masalan, men ham turmushga chiqqanimda meni aynitganlar kam bo'lganmi? Yoki Jumadlar Ametov menga uylanganlarda ularni aynitganlar kam bo'lganmi? Har xil gap so'zlar bo'lgan. Mayda-chuyda gaplar ham bo'lgan. Hattoki bir marta esimda bor. Unda endi ancha yil bo'ldi, hali mana bu qo'l telefonlari yo'q edi. Uy telefonlarida. Hali eslasam shunaqa yomon bo'lib ketaman. Qo'ng'iroq qilishibdi. Biza o'shanda Angliyaga ketishimiz kerak. Telefon qo'ng'iroq bo'pti. Jumadlar Ametovga qarang nima degan. U paytda agar oilada notinchlik bo'lsa, oila bir-birini tushunmasa, urush janjal bo'lsa, chet elga chiqarilmas edi. Men sizga buni 88-yildagi gapni aytyapman. 88-90-yildagi. Chet elga biz birinchi marta Angliyaga endi chiqyapmiz teatr bilan. Unda Yosh gvardiya teatrida ishlardik. Angliyaga O'zbekiston madaniyat kunlari. Rahmatli Bahodir Yo'ldoshev olib chiqadilar. Joylar jannatdan bo'lsin. O'shanda endi bilmayman, ko'ra olmaslikmi, dushmanlikmi, baribir bo'lar ekanda. Albatta. Keyin qo'ng'iroq bo'lib Jumadlar Ametovga Jumadlar Ametov endi ozgina rashkchi edilar-da. Rashkchi edilar. Shundan foydalanishgan. Saida, menga qarang, kimni xotin qilib yuribsiz? Saida, meni erim bilan yuradi. Meni erimni tinch qo'ysin. Bo'lmasam borib sharmandasini chiqaraman deb qo'ygan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, uyda nimalar bo'lyapti, qanday janjallar bo'lyapti, qanchalik men gapirsam ham ishontira olmayman. Oxiri keldim, keyin Bahodir akaga aytdim. Men shunaqalar bo'lyapti, Bahodir aka tushunmayapman dedim. Lekin kimligini ham aytmagan dedim. Keyin Bahodir aka bunday qaradilar, rahmatli Jumadlarni ham chaqirdilar, Jumadlarni keyin sizlar hozir dedilar, chillali. Sizlar chet elga chiqyapsizlar. Endi u paytda chet elga chiqish oson emas edi. Keyin sizlarning ikkovinglar ham mahoratinglar bor. Sizlar juda ham mahoratli bo'lganinglar uchun qo'lingizdan hamma narsa kelgani uchun biz sizlarni ham mana shu ustoz san'atkorlar qatoriga qo'shib, ro'yxatga qo'shganmiz. Endi sizlarga albatta shunaqa qo'ng'iroqlar bo'ladi. Sizlar bunga e'tibor bermanglar dedilar. Ataylab sizlar bilan janjollashsin, keyin u yoqqa borsa, bo'ldi, bular chet elga bormaydi degan anaqa keladi qog'oz. To'g'ri. Shunaqa payt edi-da. Shuning uchun sizlar nima bo'lsa ham og'ir bo'lishga harakat qilinglar. Ham bir-biringlarni tushunishga harakat qilinglar. Jumadilla dedilar, agar sizga u ayol rostdan shunaqa bo'lganda kelardi dedilar. Yoki o'zini aytardi kimligini. Sizga aytmabdi-ku, kimsiz deganingizda turibga qo'yilgan, aytilmagan. Keyin oradan necha kundir o'tdi, ko'rdi janjal yo'q, tinchmi? Endi o'sha qo'ng'iroq qilgan odam kutadi-da. Bildingizmi? Kuzatadi, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Biz chet elga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Keyin bir kun uyda o'tirganimizda yana qo'ng'iroq bo'ldi. Osam yana o'sha ayol ovozi. Menga qara. Shundoq ana qildim-da, Jumadlarga undoq qildim. Shu yerda turing dedim. Uy telefoni endi. Agar meni erimni tinch qo'ymasang, mendan ko'rasan deb rosa gapirdi. Rosa meni so'kdi. Men bir og'iz, menga qarang, kimsiz dedim. Kimligingizni ayting dedim. Mayli, keling dedim.
uyingga borib sharmanda qilaman deyapsiz. Keling, uyimni bilar ekansiz. Jumatlar Rametov bilan bizning turmushni bilar ekansiz. Men sizni eringiz bilan yurayotgan ekanman. Kimsiz? Agar siz kimligingizni aytmasangiz, desam, nima qilarding, dada, gaplar ketdi-da. Shunda Jumatlar Rametovga qaradim-da, eshiting dedim. Yana qo'ng'iroqda agar siz kimligingizni aytmasangiz, meni uyimga kelib mana deb hammasini haligi isbotlatmasangiz, xohlasangiz teatrga kelib isbotlang. Men o'zimga ishonaman dedim. Xohlasangiz oilamni oldiga kelib isbotlang dedim. Kimligini ayting dedim. Yana menga gapiryapti-da, aytmayapti-da, kimligini aytmayapti. Yo turmush o'rtog'im bu yoki men mana bunaqa, yo men bunaqa aytmadi. Oxiri bilasizmi dedim. Artistlik qildim-da. Menga qarang dedim. Agar aytmasangiz, o'zingizga qiyin. Men eringizni tinch qo'ymayman dedim. Shu narsa keldi-da. Shuni turibqani qo'ydim. Nima bo'lsa bo'lgan u? Ha, keyin ko'rdingizmi Jumatlar dedim. Agar rost bo'lsa keladi dedim. Mana hozir men ochiqchasiga aytdim, eshitdingiz-a dedim. Bu yo'qni endi kutasiz-da dedim. Qani nima bo'ladi dedim. Shu bilan tinch bo'ldi, ko'rdingizmi? Albatta. Shu uchun oilada o'zingiz ham artist, ham oila boshlig'i, ham ayol, ham psixolog o'zingiz. To'g'ri. Ustoz, bugungi suhbatimiz qaysidir ma'noda juda ko'p insonlarga, ayniqsa ayollar uchun bir manfaatli bo'ldi. Ularni qiynab turgan savollarga biz qaysidir ma'noda javob berdik. Qaysidir bir oilaviy bir mojarolar bo'layotgan bo'lsa, bizni ko'rsatuvimiz orqali ularga bir-birlari uchun bir javob olsa, bu ham sizni meni maqsadim. Mard, zabardast oilam deydigan erkaklarimiz ko'p. Mard o'g'lonlarimiz, mard erkaklarimiz ko'p. Mo'jiza yaratmang mayli ayol deb. Shundoq ham bu hayot o'xshar ertakka. Qo'lingizdan kelsa qo'rg'on bo'ling siz, ayol zor bo'lmasin bir mard erkakka degim keladi. Biz mo'jiza ayollarni baxtiga mard erkaklarimiz ko'p bo'lsin, sog' bo'lishsin. Biz mana shundoq zabardast o'g'lonlarimiz bor, turmush o'rtog'imiz bor. Mard zabardast bizni chegaralarimizda turgan o'g'lonlarimiz bor. Bizni himoya qilib turadigan insonlarimiz bor deb ko'nglimiz xotirjam bo'lsin. Hech bir oila buzilmasin. Qushning ham uyi buzilmasin deyshadi. Biz insonlarmiz. Qanchalik biz oilamizni muqaddas deb bilsak, shu oilamizni asrab qolsak, demak biz vatanimizga o'zimizni hissamizni qo'shayotgan bo'lamiz. Vatan deganda onani bilamiz. Ona deganda vatan. Shuning uchun ham ona vatan deyiladi. Demak biz jamiyatga o'z hissamizni qo'shayotgan bo'lamiz. Mayli u ayol ishlaydimi, ishlamaydimi, uy bekasimi, jamiyatda ishlaydimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar har tomonlama bolalarni tarbiyalab, ilmli, bilimli, o'qimishli bo'lishga o'z hissasini qo'shish kerak. Oilani saqlab qolishga o'z hissasini qo'shish kerak. Hamda agar oila tinch bo'lsa, ajrimlar bo'lmasa, imkon qadar. Biz paytimizda ajraldi degan so'zdan uyalardik. Bu juda ham yomon edi. Bizning paytimizda o'sha narsalar sari yo'qolib ketyapti. Lekin shu narsalar qaytishini xohlardim. Oila muqaddas. Demak biz oilamizni saqlab qoldikmi, vatanimizga, ona vatanimizga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Jamiyatda o'z o'rnimizni topgan bo'lamiz. Oila, mahalla hammasi haqiqatan ham gullab yashnaydi. Bahorlar shamolin asraydi. Buloqlar zilolin asraydi. Bulutlar hilolin asraydi. O'zingni oilang uchun asragin. Tiriklik eng buyuk inoyat. Umidsiz yashamoq jinoyat. Azizlarim, bu dunyo omonat. O'zingni yor uchun, farzand uchun asragin. Ro'zg'orim but bo'lsin desangar, baraka qut bo'lsin desangar, qiblam shu yurt bo'lsin desangar, o'zingni yurt uchun asragin. O'zingni o'zing uchun asragin. O'zingni doim bir-biring uchun asragin. Rahmat. Ustoz, ko'rsatuvimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Ya'ni bugungi ma'qul bo'ldi.
Agar ozgina o'z hissamni qo'shgan bo'lsam, xursandman. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, muhtaram do'stlar, shaxsiyat va haqiqat ko'rsatuvining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, kelgusi dasturlarda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling. Rahmat. Rahmat hammaga.